Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, qanday yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Maşallah, mana Qurbon hayitda turibmiz. Hayit namozlarini o'qib chiqib, mana bir yaxshi niyat qiluvdik sizlar bilan. Shu uyda, yong'oq ko'chadagi uyda hayitga topshiramiz dedik. Alloh niyatimizga yetkazdi mana. Alhamdulillah. Mana qaranglar. Uy maşallah bo'ldi. Shu yerda o'zi ikkita xonada 5 ta oila yashar ekanda, rasa 10 bo'ldi, rasa hoji xola duo qildi. O'zi tahajjud o'qib so'rar ekanda, menga ham Alloh uy ber der ekanda, qarang, Alloh qayerdan yetkazishni o'zi biladi ekanda. Alloh duolarni ijobat qildi hoji xolani. Mana ko'ryapsizlar, uy maşallah o'ta bir sodda chiroyli uy oldu. Maşallah, mana ko'ryapsizlar. Maşallah, mana uy bitdi. Bugun mana ko'chishyapti xudo xolasa. Mana aka-ukalar bu yerda turibdi. Kirib uyni topshiryapmiz. Maşallah, mana uyni ko'ryapsizlar. Sodda yaxshi uy oldu mana. Xoladenliklari men. Maşallah, maşallah, mana. Narigi xonaga ham chiqamiz hozir. Bir ko'rsatib qo'y dedim sizlarga. 39 kunda bitibdi bitta katta uy, 39 kunda bitibdi. Mana birodarlar. Maşallah, maşallah. Mana shunaqa chiroyli uy bo'ldi. Mana piltalar men qish kunlarida xudo xolasa issiqqina yashashadi. Mana mononda bitta oila yashaydi ekan, qarang. Mana birinchi xonada bitta oila yashaydi ekan. Ikkinchi oilada yana bitta oila yashaydi. Mana endi bunda kelishib yashayveradigan xona bo'lyapti ekanda. Uy yo'q edi, o'zi ikki xonali uy bor edi. Mana shu uyga hissa qo'shgan hop Suzo jamoati, aktivist jamoati, Kumushaz jamoati, Oshor jamoati, yana boshqalar yil-yilman juda katta yordam qilishdi-da. Maşallah, maşallah. 84lar, 87, 88, 2001, 73, 74, 75 qolganlarni eslayolmayapman. Hammasi ham yordam berdi. Alloh taolo shunday farzandlarni tarbiyalab qo'yibdi. O'tganlarni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Ota-onalari tirik bo'ladigan bo'lsa, umrlarga baraka bersin. Kim yordam bergan bo'lsa, ota-onalari o'tgan bo'lsa, Alloh taolo rahmat qilsin. Jonlarini jannatdan, oxiratlarini obod qilib, ruhlarini Alloh taolo shod qilgan bo'lsin. Shu kimki nimasi bilan yordam bergan bo'lsa, shopurlar bor, dirabilkachilar bor, qish urgan, hammasini aytolmaymiz. Tilimizga chiqqan u dilimizda qolganlarni Alloh taolo hammasini gunohlarini kechirgan bo'lsin. Zurriyotlardan Alloh taolo qorilar, olimlar chiqarsin. Tanjaninglar sog' bo'lsin birodarlar. Bundan keyin ham bitta bo'lib, intifo bo'lib, shunaqa ishlarni ko'p qilishligimizni Alloh taolo nasib qilgan bo'lsin birodarlar. Rahmat, kam bo'lmanglar. Maşallah, maşallah, mana.